Selamünaleyküm yurttaşlar, kanalımıza olasınlar. Bize Sputnik'temiz. Şu yerimizde yine bir podyezdli 3 etajlı domumuz satıp koyulgan ekan. Yurtdanlar izleyin. Xudo xolasa podключ etib beriladi. İş ketib turibdi. Elden emzine stechka bo'lgan. Lokasiyani tushuntiradigan bo'lsa, Gullar yo'ldan kelsangizlar Sputnikka aylanasizlar. Yo'la yaqin yerda bo'ladi yurtdoshlar. Birinchi ko'chada. Yan tarafından girizadon maşin koyadon 200 kvadratning arkasında joyi bor, mestalari maşin koyadon. Hamma ish tayyor etib beriladi. Fasadlarimizni polinizatiladi. Aynalarimizni ko'rib turibsizlar. Zamonaviy aynalardan qo'yilgan. Tayyor ko'chayni ko'rib turibsizlar. Shu yerdan chiqsangizlar, uji ullu yo'lga chiqasizlar. Bu yan tarafdan kelsangizlar, Shavot yo'ldan Daniya to'yxonadan o'tgandan keyin bo'ladi. Hamma vaqt laypay sasalar bilan biz ham podishib turgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kelganimizda yana her etajımızda 3 xonadan bo'ladi. Chap qo'limizdagi xonamiz kvadratı 65 kvadratla bor. Bu yan tarafimiz 100 kvadratla bor yurtdoshlar. Xudo xolasa bir yan chetdan tushuntirib beramiz. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizdagi nomerlarimizga chiqaverasizlar. Esa birgalikda ko'rib chiqamiz. Yani doğrudaki xonadonni ko'rib turibmiz hozir. Polni shpaklovkadan chiqiladi, laminatlar döşəlib podключ etib beriladi. Hamma esa lyustralardan qisdiriladi yurtdoshlar. Girgenimizde yine 10 kolumuzda sanuzel bo'ladi. Bir yerda yine girish qismi avtomatla bir yerga tashalgan. Polni montajlar ham bo'lib turibdi yine. Xolos hozir yurtdoshlar hozir ishga ketib turibdi. Ustalarimiz bor. Kelasizlar, pergorodkalarni o'zgartirsak olsangizlar, bemalol o'zgartirib beradilar. Bu yerda yine bir xonasi tushgan. Yerimiz kuxnya bo'ladi. Bu yerda уже yine rozetkalarimiz qo'yib turibdi. Kvadrat 65 kvadratla boyut dostlar. Yan tarafımızda xonasi, spalni, shpaklovkadan chiqib turibdi. Yine maşin koyadigan stenkamizdan ko'rsatishimiz mumkin. 200 kvadrat deyim bo'ladi yine. Shu yandan giriladi. Polni shur stechka etib, chizib, hamma maşin koyadigan yerlarini taxlab beriladi. Yan tarafımızda yine ullu bir zal. Lazımdan görüp durğan vaziy shunday holatda yine polniyni laminatlar döşəlgəndən ki, общем yarım bo'ladi. Xolos hozir yurtdoshlar birini podключ etib beriladi. Masalan, yo'q, men o'zim shu shunda olaman, o'zim remontga narsangizlar, bemalol bunda ham kelishib beriladi. Ham boshdagi xonani ko'rsatamiz. Sroch sotib qo'ydi yurtdoshlar, xudo xolasa bemalol kelib ko'raverasizlar. Bu yan tarafimizda o'sha ishlar yetib turibdi yine. Ko'plab pollar, bu yerda o'zgartirish etib berganlar. Bu yerda yine sanuzelimiz. Polni dukontrni katyollarımız, yine xolos hozir ko'plab pol. Hammasi ustida gaplashsangizlar bo'ladi. Nere nom ishatsak bo'lsangizlar, kelasizlar. Bemalol uyni egasi bilan gaplashtiramiz. Ishatib berish kerak bo'lsa, shunday deb tuzib beradilar, xudo xolasa. Yan tarafimizda yana bir xonamiz. Aynalarimiz pajanokada qaragan. Birini уже bir adam olgan, birini o'zgartirish kerak, birini yine ochiq etib qo'yibdilar. Kuxnini kengaytirib berganlar. Bu yerda o'tiradigan stol etib o'zini, bu yerda kuxnya joyimiz aytganlar. Eldinda balkonimiz ham bor. Xolos hozir sizlar ham bemalol kelasizlar. Kim ma'qul bo'lsa o'zgartirish kirishsangizlar bo'ladi. 100 kvadratlarni ko'rib chiqamiz. Birimizga girgandan keyin koridor, chap qo'limizda sanuzel. Bu yerda bir xonasi tushgan. Yan tarafımızda yine elden qarab turibdi bir xonasi yine zal bo'ladi. Hozir bu yerda ustalarimiz ishlab turibdi polni. Bu yerda bir xona tushgan. Uni oynasi kirgan yerga qarab turgan bo'ladi. Ochib beradilar bu yerda. Koridorga qaraydigan bo'ladi. Bu yerda sanuzelimiz yine. Bu yerda ulluyni keng dolanim bo'lib turibdi. Ochiq. Polni o'tiradigan stol yotib ko'rasizlar. Bu yan tarafimizda bir xonasi. Bize Sputnik'temiz yurtdoshlar. Bir de kuxnyamiz yine. Kuxnyamizda balkonimiz bor yine. Yurtdoshlar buni narxini keladigan bo'lsak, 5 million 700 ming so'mdan podключ etib remontdan chiqarib beriladi. Oyna ishga munosib kelasizlar, tayyor bo'ladi, xudo xolasa shu pulning ichida. Xolos hozir shu shunda kelsangiz ham bo'ladi, xolos hozir remontlarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi, bo'yab beraman desangizlar o'zingiz kelishib, uni ham uzatib beradi, xudo xolasa. Hasan Mayza rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.